Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda namaz münasebetlik mezmunlarına to'xtalib atgan. Bugungi bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ridasiz namaz o'qishning hukmi qanday bo'ldi deydi. Rido degan nima esa asosan shu ton, shu tashqi tonni ko'rsatdi, mislan plashga o'xshash. Xuddi bizning vatandagi cho'ng bo'ysputlarimiz o'zinki kichik kalta chapanning ustiga kiyib olgan bir uzun bir to'llar bor-da, baqsam to'llar. Shunda ton o'xshaydigan kiyimlar. Ridadik. Bu 370-numurli hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abdulaziz ibn Abdullah degan kishi so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyning ustozi bo'lib, bu kishining tarjimasi boshda o'tgan. Bu kishi deydi, "Menga Ibn Abil Mawali hadis so'zlab bergan" deydi. Bu kishining tarjimasi o'tgan ismi Abdurrahman ibn Abil Mawali nomi bilan mashhur. Bu kishi Muhammad ibn al-Munkadir degan kishilar bayon qilgan. Bu kishining tarjimasi o'tganda bu kishi deydi, Jabir ibn Abdullahning huzuriga kirsam, u bir kiyimga yo'ginib bilan namoz o'qiyotgan ekanda, ridasi ayonga tashlangan, ya boshqa yoqqa qo'yib qo'yganda, namozdan qaytgan vaqtida biz dedik, Abu Abdullah, ya'ni Jabir ibn Abdullahning kunyasi bu. Bu ridani qo'yib, mushtalam bitta kiyim bilan namoz o'qiyotibdi ya, desam, shuna qildim dedi. Sen o'xshash bitta nadonlar bir ko'rsin deb mushta qildim men. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mushta namoz o'qiganligini men ko'rgan deb shuna. Hamda tuvandagi babda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yot to'g'riliq gap qilyapti. Yotining zodi hukmi nima? Avratmi, avrat emasmi degandek mazmunlar haqida. Bu vaqtda hamda Abdullah ibn Abbas, Jarhat va Muhammad ibn Jahsh qatorliq sahobalarning Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bayon qilgan hadislariga qaraganda yot avrat degan. Abdullah ibn Abbas payg'ambarimizning navrinsa, Jarhat bo'lsa bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davridagi nayati tuhfkor sahobalarniki biri. Jarhat ibn Huwaylid nomi bilan mashhur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yotani yeb yoti degan avrat deb payg'ambarimiz mush kishiga xitob qilgan. Shunlashqa mush kishiniki mush hadisi yotining avratligiga bakrak dalil sifatida qabul qilingan. Bu kishi Hazrat Muaviyaniki zamonasida Madinada o'lib ketgan sahobalarniki biri. Asli bu odamniki kelib chiqishi bunda supa ahlidan, o'zi nihoyatda kambag'al oilalardan kelib chiqqan bir buyuk sahoba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki zamonasida natija kuch bergan sahobalar, masalan, Hudaybiya g'azotida qatnashgan, Rizvon bay'atiga qatnashgan. Keyingi davrlarda shu Afrika, shu Libiya, mushadiki urushlar qatnashgan buyuk sahobalarniki biri bu. Endi Muhammad ibn Jahshga kelsak, bu kishi ulug' sahoba deyishki bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Madinaga kelishdan 5 yil burun tug'ilgan. Muhammad ibn Jahsh emas, asli ismi Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh. Cho'ng dadasiga nisbat berilganda Jahsh deb bilan. Amaliyotda bu odamning ismi Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh. Dadasi Abdullah ibn Jahsh Uhud g'azotida o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Hozir qabrisi ochiq, Hamza roziyallohu anhu bilan birga zikr qilingan qabrlarning biri shu dadasining qabrisi. Payg'ambarimiz hijrat qilishdan 5 yil burun tug'ilgan bo'lsa, Uhud g'azotida dadasi shahid qilinib ketgan bo'lsa, demak bu kishi shu 7-8 yosh vaqtida dadasi o'lib ketgan deyishki bo'ladi. Undaqda bu kishiniki. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vasiyat qilgan, Uhud g'azotiga chiqishdan burun bolam Allohga topshirdim, sizga qolib qoldi dedim. Shuningdek Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bolaga ko'p g'amxo'rlik qilgan hayotida. Madinada uni kishiga o'zimin bergan, Xaybarda u kishiga najiq mol dunyo bergan. Demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziniki g'amxo'rlikni yaxshi ko'rsatgan. Mushahidki mush uch sahobaniki ko'z qarashi bo'yicha bular yotini avrat deb qaragan. Bularniki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bayon qilgan hadisi bor. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dedi, payg'ambarimiz yotisini ochgan dedi. Ammo Ma'ulning so'ziga qarshiroq hadisda. Endi Anasning hadisi asnad deydi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi. Asnad degani sanad jihatda, rivoyat jihatda bakrak kuchli. Ammo Jarhatning hadisi ehtiyotga loyiq, ehtiyotliroq deydi. Shunlashqa mushadiki ixtilofdan chiqqanimiz afzal deydi. Demak İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi Jarhatning hadisini qabul qilyapti. Hadisning sahihlik jihatda Anasning hadisi sahih bo'lsa-mu, ammo ehtiyot nuqtasidan Jarhatning hadisini qabul qilish İmam Buxoriyninki nazarda qiladi. Abu Musa degan kishi shundoq deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki tizni yopgan Hazrat Osmon huzuriga kirgan vaqtida. Hatto Zayd ibn Sabit roziyallohu anhu mo shundoq deydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga vahiy tushgan vaqtida Rasulullohning yotisi mening yotamga
Şunda çaplaşıqlıq edi dedi. Maň şunda ýygyr kelgen we hiç şu wagtda işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de fakat kasva tögüsden başga hiç näse kötürenmeýdi. Ýygyr his kılat. Güçlüklik his kılat. Yotam sunup gitäm ki, ajap gitäm ki dep ensirdim dedi. Şunda ýygy. Bu ýadymmy şu yotunyň yotugy çaplyş tuğallygyny köz arkaly bu ýerki hylmy-hyl sablar arasyndaky okşamaýdygan hadisniki şekil variantlaryny bu ýerde İmam Buhari keltirýärdi. Bu hemde 371-nji numaralyk hadis. Bu hadisde İmam Buhari rahmetullah bizge Yaqub ibn İbrahim hadis sözlep bergen dedi. Dedi. Bu İmam Buhari'ninki ustazlardan terjemaly başda ötken. Bu kişi dedi bizge İsmail ibn Uleyye hadis sözlep bergen dedi. Bu kişi dedi bizge Abdülaziz ibn Suheyb, bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhudan hadis bayan bergen dedi. Bularning hammasini terjemaly başda ötken. Bu mezmun hakkında İmam Enes ibn Malik radıyallahu anhu şunaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayberge uruş açtı. Hayber bugünkü günde şu Medine vilayetindeki täze bir çoň bir naýe. Naýet eni wagtdaki naýet Homzarlyk çoň bir baglaba Yahudilarnyki merkezi orunlarynyki biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge şu Hayberde bir karangy wagtda bir bombat namaz okup aldyk-da. Bunda namazdyki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüň ulaqqa mindi we Ebu Talha'my taň minip aldy-da. Men Ebu Talha'nyň ulgugy mingişip algandym dedi. Belki bunada Peygamberimizmi we Ebu Talha'my taň bir ulaq mingenligi mi çykyp durýardy ýa-ki aýrym-aýrym ulaqqa mingenligi mi çykyp durýardy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünki Hayber gazyda eşek mingen, bäzi günleri özüň qaçyrgy mingen-de. Ondan Allah'ın peygamberi Hayber'nin köçülerinde ulağını mağuzdu. Meni tizim peygamberimizdinki yotusyga tegip duruyordu deydi Enes ibn Malik radıyallahu anhu. Çünkü bu Ebu Talha ügey dadysı oldu Enes ibn Malik'ninki. Bu şoňa bir aýelden bular bir mangan bos gerek. Ondan peygamberimiz iştanny özüň yotusdan şunda keyin açtı. Ben peygamberimizdeki yotusunun mübarek yotusunun aklıqa qarap turýatma dedi. Şu peytde qışlaqqa yetip geldi. Hayber qışlaqıdı. Peygamberimiz Allahu Ekber bu yana hoşallyk tekbiride Hayber harap bolsun. Biz ma'lum bir kavmninki jutuq düşke vaqtimizda bu agahlandırğıçılarning taň sabasy bek yaman boldy dedi. Bu gep 3 qytym dedi. Bular harap gözlendi dep 3 qytym dedi. Şoňa bu kişiler Hayberlikler özlerinin işiği çıkkan ki. Çünkü olar dihançılık kılgan kişilerde özün günlük turmuşu var, dihançılığı var. Şu dihançılığı çıkıp atkan peyt etigende. Olar dedi ki Muhammed, yani Muhammed kepto demek işte peygamberimiz. Bu yerde Abdülaziz ibn Suheyb degen kişi bayan kılıp davatdı. Biz on bazı sahabelerimiz degende Muhammed Hamis deyipdi. Yani demek ki oğlum Muhammed askerlik yaptı. Hamis degen şularning aynı vaqtda gitdi. Qo'shin degen asker degen gap bo'lish kerak-da. Şunu olan Enes ibn Malik deydi. Biz Hayberni mecburi holatda egelladik, fatih qildik. Sabila hammamiz toplandı urush oxirlashgan vaqtida. Dehyatul Kalbi degan sahabe keldi. Ya Rasululloh, Allohning payg'ambari, bana bir dedek bersler deb shunaq dedi. Ayni vaqtda qulluq tuzum davrdik vaqtlarda. Peygamberimiz bana bir dedek tanlab al dedi. Safiye bint Huyey degan qizvolni Dehya elip geldi. Resulullah'ın huzuruna bir adam gelip dedi ki ya Resulullah bu Dehya'ga Safiye'ni bir etipler. Bu Safiye degan bu Qureyz ve Beni Nezir kabilesininki Yahudilarninki. En bir kattısınınki kızı bu. Katta bir hanimi bu. Bu silden başka adamga durus bulmaydı. Yak silden yaraydı bu dedi de. Peygamberimiz Dehya'ni çakırınlar kızvallan dedi. Safiye kege elip kege vaxtıda Safiye'ga qarab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Dehya'ga bundan başka dedektin birini ilip al dedi de. Andın o Safiye'ni Peygamberimiz azat kılıp keyin emriga algan edi dedi. Sabit degan bir kishi so'rabdi Anas ibn Malikdan. Abu Hamza, Anas ibn Malikning kunyasi Abu Hamza. Şu ayolning to'yligi nima bergan Peygamberimiz? To'ylik qanday bo'lgan deganda, Peygamberimiz şu ayolning o'zini azat qilishning o'zini, azatlikni to'ylik qilib bekitgan. Ondan azat qilib emriga algan dedi. Yo'lda kelayotgan vaqtida Hayberdan Madinaga kelgichilik Ummu Sulaym radiyallahu anha bu ayolning aytdi Safiye'ni yaxshi
jabdop, onu tarandurup mesela jabdop chiroyli kiyimlarni kiygizib, kechasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu ayolni sovg'at qilgan, Rasulullohga marhamat qilgan. Shuni bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kunsi yani bir yangi to'y qilgan yigit sifatida tong atqizganda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda atrofidagilarga debdi: kimning qishida bir narsa bo'lsa ekilinglar. Darhol dasturxondan birini shunda tayyor qilib solib, ba'zanlar xom ekibdi, ba'zanlar may ekibdi, seriq mayda. Ba'zanlar ravi deydi, ba'zanlar talqon ekildi. Nim bo'lsa shuni ekildi-da. Shuni sahobalar bu yerda bir tamoq qildi. Hays degan bu arablarning mashhur taom qilmish o xoma, talqon, seriq maylarni qo'shib, izib talqon qilib yasaydiganda. Mana mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki shu yerdagi to'y murosimi deydi. Ayet oddiy bir xil yasalmılık yo'q-da. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerga Dihyaga bu qizlarni berib bo'lib keyin qiynab oldim, qaytirib oldimmi? Ya unda emas. Bu yerda Dihyani bu yerda rozi qilgan. Ham bu Safiyaniki ko'ngilni avaylagan bir etrafi bor. Chunki bu bir cho'ng bir bagninki qizi. Rasulullah'dek nayati mashhur ko'zi ko'ringan jamoat arbobiga tegishi buning haqqi va haqqi bu yerda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki o'ziniki ismatiga loyiq ravishda Dihyatul kalbini rozi qilib, mayli bunga bir narsa bergan bo'lsin yoki boshqa narsa bergan bo'lsin yoki Dihyani setib olgan bo'lsin, ulamoniki xilma-xil ko'z qarashlari va bu jihatda umuman ilbitqa vaqtida Dihyani chiroyli rozi qilib, buni Rasululloh o'ziga keyin xotinlik elib Safiyaning ko'nglini aytib o'tgan. Endi bu hadisda bizga munosabatli mazmun nima degan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki shu urushda yo'tisini ochganlik haqidagi bayonni Anas ibn Malik bu yerda bayon qilib o'tgan. Shunlashqa oldidagi Imom Buxoriyniki Anasning hadisi san'atini ayt kuchliroq, Jurhutning hadisi ehtiyotliroq deganniki isboti mana shu. Bugungi darsimiz bu shakl bo'lib, sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.